التحيات لله والصلوات والطيبات. يق. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يق. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد. يق. ها حرف بار. ها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. yana xato rukudan turganda samiyallohu liman hamida. Yo'q, samiya emas, samiyallohu liman hamida. Samiyallohu liman hamida. Namozda lazzatlanolmayapman, xushu bilan o'qiy olmayapman namozni, xayolim chalg'ib ketyapti deb ko'pchilik so'radi. Ulamolardan biridan shu savolni so'rashgan. Shunda javob bergan ekanlar. Men doim namozni boshlaydigan paytim ko'z oldimga Ka'bani keltiraman. Xuddi oldimda Ka'ba turgandek tasavvur qilaman. Jannatni o'ng tarafimda tasavvur qilaman. Jahannamni chap tarafimda tasavvur qilaman. Va o'zimni xuddi Sirot ko'prigini ustida turgandek tasavvur qilaman. Va orqamda o'lim farishtasi, bu sani oxirgi namozing. O'qishing bilan joningni olaman degandek tasavvur qilaman degan. Ana undan keyin men xushyor bilan o'qiyman degan. Agar biz ham shu narsani shu shuur bilan, shu ruh bilan o'qiy olsak, namozimiz umuman boshqacha bo'ladi. Ulamolardan biri aytgan ekan, shu Allohu akbar deb takbiratul ihromda qo'limizni ko'tarishligimiz nima degani desa, dunyodagi hamma musibatlarimu, g'amlarimu, butun nimaiki bo'lsa, hammasi orqada bo'ldi, orqaga tashlashlik. Va Allohu akbar, Alloh eng buyukdir deb Allohga yuzlanishlik deyishgan. Biz namozga kiryapmizmi? Butun dunyo narsalarini esdan chiqarishligimiz kerak. Bo'ldi, biz Allohga, podshohlarning podshohiga oldida turibmiz. Allohga yuzlanyapmiz. Uni ibodatiga ketyapmiz. Bo'ldi, butun narsani chiqarib tashlang. Allohu akbar, Alloh eng buyukdir deng va butun dunyo narsalarini orqangizga oting. Mana shunda biz inshaalloh namozimizdan lazzat olamiz, namozimizdan rohat olamiz, xushur bilan namoz o'qiymiz inshaalloh. Shu namoz o'qimaydigan odamlarga hayron qolaman. Alloh taolo har kuni 5 marta bizni har birimizni chaqiradi. Tasavvur qiling, har kun Allohni nido qiluvchisi nido qiladi. Allohu akbar deydi. Alloh eng buyukdir. Tur namozga. Yana bir marta Allohu akbar. Alloh eng buyukdir. Tur namozga. Qo'y bu narsalarning hammasini. Allohdan buyugi yo'q. Yana bir marta Allohu akbar, Allohu akbar. Ana undan keyin Alloh taolo yana eslatadi o'sha nido qiluvchi. Ashhadu an la ilaha illalloh. Guvohlik beraman Allohdan o'zga iloh yo'q. 2 marta aytiladi. Keyin yana guvohlik beraman ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Guvohlik beraman Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisidir. Ya'ni bular hammasi chaqiriq bizni. Alloh taoloning lutfidan har kun 5 marta bizni chaqiradi Alloh. Hayya alas solah, namozga shoshiling. Hayya alal falah, najotga shoshiling. Keling najotga. Allohu akbar yana bir marta. Alloh eng buyukdir. Allohu akbar, Alloh eng buyukdir. La ilaha illalloh. Allohdan o'zga ibodatga haqli zot yo'q. Alloh bizni har kuni chaqiradi ibodatiga. Endi shuncha chaqiriqdan keyin sizni tasavvur qiling, podshohlarni podshohi chaqirib tursa-yu, siz o'qimayman, yo'q
deyishligingiz qatdan bunaqa jur'atli bo'lishi mumkin inson? Alloh taoloning rahimligidan, lutfidan bizni har kun namozga chaqiradi. Shuning uchun Allohni nido qiluvchisi nido qilganda labbay, bu Robbim meni chaqiryapti namozga deb shavq bilan turib Allohga ibodat qilishimiz kerak. Alloh taolo hammamizni o'ziga komil ibodat qiladigan bandalardan qilsin.